Assalomu alaykum obunachilar. Bugun YouTube'dagi obzorimizni qilyapmiz. Xudo xolasa kuzatishda davom qilinglar. Tak, birinchisi Taxo, mashinamiz 24-yil salondan olingan, 23 ta pasport. Mashinamiz idealniy, masla holatda turibdi. Operator keling, salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz kapitanskiy 7 kishilik bo'ladi. 4 ta vidishchilik, premium podveska, fed-up display, abduf, abagrev hamma navorati bor. Panorama lyukli bo'ladi. Salonlari xolodilniki bo'ladi, isitadi, sovutadi, hamma funksiyasi bor. Obunachilar, orqalari monitorli, kapitanskiy bo'ladi. Idealniy mashinamiz, hali hidi ketmagan. Zavodskoy salafonida mashinamiz obunachilar. Bu mashinamizdan ikkita bor. Bittasi 3400 km yurgan, bu 3900 yurgani. Ikkalasi ham bir xil, yili ham, probegi ham ozgina farqi bor probegida. Bu 3900 yurgani. Obunachilar, mana salonlar orqalarini ham ko'ringlar. Dianni turibdi, mana salafon turibdi, mo'paliklari, hamma narushliklari, xullas hamma narsasi bor. Idealni, orqalar elektronniy bo'ladi mana. Mashinamiz oilaviy, semenniy, shahar ichida ham, danni yurganda ham zo'r mashina obunachilar. Mashinamiz idealniy holatda. Tak, mashinamiz narxiga kelsak, mashinamiz narxini $95,000 so'rayapmiz, yana kelishtirib joyini qilib beramiz. Barcha xizmatimiz ham bor, nasiya savdo ham bor. Motorlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Motorlar ham mana massa turibdi. Hali suv tegmagan. Obunachilar. Ya'ni holatda mana motorga suv tegmagan. Mana obunachilar. Masla holatda mashinamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Keyingisi Econox. Mashinamiz 472 millionlik, 23-yil. Kraskasi top toza, attiga 7800 km yurgan. Mashinamizga avtosalonda propan o'rnashtirilgan, garantiyali. Sizlar olsangiz ham xotirjam ovorasizlar obunachilar. Salonlari masla bo'lib turibdi, hidi ketmagan, mashalloh. Mana abduf, abagrev, полоса управления, fed-up display, 4 ta vidishchilik bo'ladi. Mana son obshipka qismlari ham matli bo'lib turibdi obunachilar. Ani naklingacha shilmagan. Ham qog'ozlarigacha o'ziniki. Orqalari qismlari ham idealniy holatda. Panorama lyuk katta, 4 ta vidishchilik, mashinamiz idealniy holatda. Obunachilar, mashinamiz 23-yil ishlab chiqarilgan, 7800 km turgan, 1200 volga tabletka propani qo'yilgan, orqasida mana italyanskiy qo'yilgan, avtosalonda garantiyali boyatdik. Mana zapaskalar turibdi, tushmagan. Tegida mana propani o'rnashtirilgan, eng tegida o'rnashtirilgan mana shu joyida. Obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, mashinamiz narxi $36,000. Yana kelishtirib, shoyini qilib beramiz. Barcha xizmatimiz ham bor, nasiya savdo ham chiqadi, 8-10 ming atrofida. Toshkent shahar bo'lsa, boshqa bir ikkita viloyatlar ham bor. Keyingisi Malibu 2 Premier. Mashinamiz afsonaviy Premier, koreyskiy. O'zbekistonning eng raketa mashinasi mana shu bo'ladi. Obunachilar, mana masla turibdi, balonlari ham, o'zi holati ham idealniy, qirilgan, sirilgan joylari yo'q. Mana salon qismlarini ko'ringlar. Ochib oling mana buni. Salon qismlari ham idealniy, masla bo'lib turibdi. Mashina hidi ketmagan hali. Mashinamiz yotgan mashina. Mana bu salafonlarigacha o'ziniki, qog'ozlarigacha. Obunachilar, bemalol probeg, kraska tekshirib olasizlar. Bu mashinamizni Instagramda ko'rsangizlar, probeg tekshirilgan joyimiz ham bor. Bemalol ko'raverasizlar. Mana motor salon holati. Operator mana ko'rsatib yuboring. Mana salon holati idealniy turibdi. Qirilgan, sirilgan joyi yo'q, laminatsiyalar qilingan, yaxshi polida chap qo'yilgan. Xullas, koreyskiy chiste Premier haydayman degan obunachilarimiz bo'lsa, bu mashinamiz ancha mashinadan O'zbekistonning Libboy mashinasidan zo'r. GM mashina ichida eng zo'ri Premier hisoblanadi. Tak, mashinamiz 22-yil ishlab chiqarilgan. Kraskalar top toza, atiga 8100 km yurgan. Mashinamiz narxiga kelsak, narxini $37,500 qo'yamiz. Yana kelishtirib joyini qilib beramiz. Massasi 45-46 ming chiqib ketgan. Bemalol OLX-dan ham kuzatib ko'rishingiz mumkin. Bundan ideal narxga ola olmaysizlar. 37,500 so'raymiz, kelishtirib beramiz. Mana motorini ham bitta ko'rsatib o'tamiz sizlarga hozir. Motori ham suv tegmagan. Rost ekanmi mashinada? Instagramga o'tib sanjaratib yozsangizlar, Instagramda videosi bor, probegi, kraskasi tekshirgani haqida bu yerdan ma'lumot berib, videoga ko'rsatib ketganmiz obunachilar. Moylar ham kachествоsi yo'qolgani uchun moyni almashtirib qo'ydik. Yangi moy qo'yib qo'ydik. Yangi moy quyilgan. Italyan sinimesiga moy quyildi. O'sha turgan mashina moyini kachествоsi yo'qolib qoladi, shuning uchun yangi moy qo'yib yubordik. Keyingisi Malibu Q4. Mashinamiz 2018-yil ishlab chiqarilgan.
Kraskasi top-toza. Atiga 84 ming kilometr yurgan. 4 ta Michelin balon. Tak, keyin krugoy tonirovka, Black Edition bo'lgan, yonlari. Salon holati idealniy, mana mat bo'lib turibdi. 84 ming yurgan mashina bo'lsa ham idealniy turibdi. Obunachilar, rulni ko'jalari ham tikilgan, mana idealniy, yaxshisi qo'yilgan. Mashinamiz yaxshi holatda. Tonirovkasi 5,5 oy raqs ustati bor. Orqalari yaxshi holatda turibdi obunachilar. Kim olsa ham mazza qilib haydaydi, xudo xolasa, mashinamiz idealniy holatda. Obunachilar, mashinamiz tak, Malibu Q4'imiz, orqa faralari qo'yilgan, audio stop, qalampirlari qilingan, gruchitlari qilingan. O'zi unaqa bo'lmaydi. Zapaskalar tushmagan, bagaj qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Bagajni ochib oling. Bagajni shartama mana. Hozir motorni ko'rsatamiz. Korobka moylar almashgan, probegi 84 ming yurgan. Tak, obunachilar, mashina narxi juda ham zo'r, foydalanib qolinglar. OLXda ham topa olmaysiz, Instagramda ham bunaqa narx ko'rmaysiz. Narxini 19 ming dollar qilib beraman. Eng bo'ladigani, oxiri taqalgani 19 ming dollar bo'lsa, Sanjar ofisiga murojaat qilib, bemalol mashinani baraka qilishingiz mumkin. Kimga mana shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, tak, mana hozir motor qismini ham ko'rsatib ketamiz sizlarga. Bizda hammasi probeklari halol bo'ladi, ishonchli. Kraskalar top-toza, tekshirib olingan. Mana motor holati idealniy turibdi. Antifrizlargacha yangilangan, motor o'ng almashgan, korobka o'ng almashgan. Holati vafshi ideal mashina, bir qo'l hisob ma'lumot mashinamiz. Obunachilar, kimga mana shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, Sanjar avtoga murojaat qilsa, bemalol ishonchli, halol mashinalarni qilib berishga harakat qilamiz inshaalloh. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.